xodimlari Sohib degan tezkor qidiruv xodimi, Tohir, Yusuf, Azam, Dilshod degan, keyin buning ichida eng kulgili jihati ham har xil nima soha yo'nalish bo'yicha ishlaydigan ichki ishlar birlashishgan ular. Ya'ni o'sha Akmalda o'ziga qarashli bo'lgan bitta jinoiy guruh shakllanganda bu yerda. Ular keyin ular shunaqangi pul so'rab turilgan vaqtda bizni vahshiylarcha sochimizdan tortib, sudrab, kiyimimizni yechib, menga haligi kuch ishlatib, 4 ta erkak o'sha Sohib, Yusuf, Tohir ular meni urib, Sohib ichimga tizzasi bilan tepdi, yani qornimga, oshqozon qismimga tepdi. Men где-то 15-20 sekund nafas ololmay qoldim. Endi ayol kishiman men, kuchim yetmadi haqiqatan. Keyin o'sha muddatda ichida Yusuf, Tohir, Sohiblar yechintirib tashladi kiyimimni yechib tashlab, keyin xuddiki biz o'sha nimani sahnani endi nima qilib jonlantiryapti-da ular. Keyin Saloda boshlig'ini ham kim yechintirganini bilmayman lekin uni ham 3-4 ta o'sha g'ayratlar bor edi, o'rinbosarlar, ma'naviy ishlar bo'yicha o'rinbosarlari bor edi Akmalda. Endi ular ashna qilib turib, bizni urib aytdi. Keyin Yusuf kameraga olib turibdi, Sohib aytayapti, "Davay kameraga qaraysan." Kameraga qarab turib, Saloda boshlig'i meni hozir mana shu yerda majburlab olib turib, urib, men bilan jinsiy munosabatda bo'ldi deb aytib berasan. Men hayronman, men aqlim yetmayapti, nima unaqa narsani talab qilyapti. Keyin men aytdim, "Yo'q, bunaqa deb bermayman." Men bosh tortdim. U meni keyin o'sha yerda urushda davom etdi. O'sha o'zi xohlagan Tohir sochimdan sudrab tortib otga beryapti, kameraga qaratib beryapti. Yusuf kameraga olib turibdi aytdi. Keyin nimani o'sha Sohib menga uryapti. Bosh qismimga uryapti, devorga borib tegib kelyapman, oyoq qismimga tepyapti, qo'lidagi telefonlar bilan uryapti. Shunaqa deb berasan deb. Ishonasizmi, shunday vahshiy manzaraki, men haligi kuchli haligi ichki ishlar xodimidan kaltaga 1 metr joyga uchib tushgan holatimda o'sha tezkor qidiruv vakili Tohir sudrab olib kelyapti sochimni. Kameraga qaratyapti, pauza qil deydi. Pauza qilgan joyda Sohib uradi. Sohib urgan joyda Tohir ko'tarib beradi sochimdan tortib, kameraga to'g'rilab berib, "Bo'l, biz aytgan gapni gapir." "Yo'q, gapirmayman." Xullas, ular maqsadiga erishmagandan keyin turmush o'rtog'imni chaqirish bilan tahdid qildi. Keyin turmush o'rtog'imni chaqirishdi. Oynakni oldiga borib ko'rsatyapti, "Mana ering, davay biz xohlagan gapni yozib ber. Saloda boshlig'iga ariza qil deyapti-da endi. Men shuna majburladi deb ber deyapti." Undan keyin unda ham xohlamagan, haligi men rad qilganimdan keyin boshlig'imni chaqiryapti, ishim bilan qo'rqityapti. Oilam bilan tahdid qilishdi, ishim bilan tahdid qilishdi. Endi ular xohlagan gapni aytib bermaganimdan keyin soxta arizalar boshlandi. Soxta arizalarni tashkillashdi ular. Xullas, hamma narsalarni bunday tekshirib chiqsak, yuridik bilimi bor odam ko'radiki, hamma soatlar, vaqtlar